Assalomu alaykum. Akalar, ukalar, yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Charchamayapsizlarmi? Alhamdulillah. Tuzimsizlar? Xudo xolasa bugungi ishimizni ham boshladik. Bugungi ishimiz Xudo xolasa Andijon tumani Oshaxonga kelganmiz. Akamiz 7-8 akasi ekan. Xudo xolasa ish-joylarni qo'yib boramiz. Like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, podpishka qolasizlar. Inshaalloh sog' bo'linglar. Mana Xudo xolasa 7-8 Kamlayapti mana. Bu yoqqa Xudo xolasa 3 ta qo'yamiz. Mana 3 taga bo'lib qoldi Xudo xolasa inshaalloh. Bu yoqda 4 talik miskallab qo'yganmiz, tayyor qilib. Mana. Hozir mana bu yerga 4 ta tashaladi. Bitta tashab qo'ygan tayyor qilib. Bu yoqqa o'sha ko'rsa tushirib qo'yganmiz, u tashqarida turibdi, mana Xudo xolasa. Kimga mana xizmatlar kerak bo'lsa aytaverasizlar. Inshaalloh xizmatinglardamiz. Bittadan like bosib, jumlatvoramiz jigarlar. Obuna bo'lib qo'yamiz inshaalloh. Mana videolar qo'yib boramiz, yetib boradi hammaga. Mana. Tinch bo'linglar, sog' bo'linglar. Hammalar ishinglarga omon.